Kim boshlaydi birinchi? Endi boshlayveringchi banda bir o'rnak boringchi. Ha, yo'q, men boshlayveraymi? Hatta. Ha, bo'pti. Bo'lmasa birinchisini men boshladim. Hali shaxmatchilar bor, mana taniysiz, mana kasb barib o'zimizdan uzoqlashmaylik, Rustam Qosimjonov. Mana shu ko'pchilik shaxmatchilar bilan birga ovqatlanishni orzu qilar ekanda. Men hech qachon shaxmatchilar bilan ovqatlanishni xohlamayman. Nimaga? Agar mabodo ular bilan ovqatlanib o'tirsam, ovqatlanib oladigan bo'lsam, aka tuzni berib yuboring desam 45 ming to'lanadi, qarab. Haligi futbolchilar gol urgandan keyin shart kiyimini belga o'zi ikkita kiyimi bor xolos, shorti bilan futbolkasi. Quvonchini ichiga sig'dira olmasdan shuni bittasini yechib otib yuboradi. Chunki bitta golga keyin o'tirasan, ikkinchi golni ham urmasin. Men tushundim. Demak, usta, biz o'zbeklar eng ko'p qachon va qayerda birlashadi o'zbeklar? Eng ko'p. Oxir paytlar qachon va qayerda birlashyapti eng ko'p? Menimcha choyxonada o'sha kerak uka, yana katta ekan. Men biladigan parvozlardan Xo'roz o'yinda birlashadi uka. Ha. Yo'q. Manchester City'ni Abduqodir haqida qo'ygan postini kommentida birlashyapti. Ana shunday. Endi yoshlikka qaytamiz. Yoshlikda yaxshi o'qiganmisiz? Endi har holda jibni 5 ga bo'lmasa ham qayta turib 5 ga, qayta turib 4 ga, 3 ga ham bo'lgan. Alifboda nechta harf bor? 36 ta. Yo'q, 6 ta. Alifboda 6 ta. Alifbo. Yana qisqalatipa. Bo'g'irsoqda osishibdi deydi. Bo'g'irsoqni osishibdi. Gap yo'q, bo'g'irsoqni osishibdi. Eng qisqa yil qaysi yil? Eng qisqa yil? Ajoyib savol ekan. Eng qisqa yil qaysi yil? Aytoring. Yangi yil. Haligi ba'zida gapirsang, nimadir deb haligi jon degan so'zing non deb eshitilib qoladi. Masalan, boshqacha eshitiladi-ku, nimadir degan, lekin senga nimadir deb gapirilgan. YouTube kanali o'tirsa, haligi YouTube'da lenta qilib o'tirsam, Abdullo aka degan akam ustimda turuvdilar. Bir qizni sochlari bir malladan kelgan qiz, kaltaroq kelganimda havoda sakrab turgan emas bor ekanda. O'zimiz Namangan odamida o'zi ham shu akam mana qadi. Haligimda ko'rdim, "Ya kimlar bu kishi?" deydi aytdim. Ichimdan to'q o'zimcha aytib yubordim-da. "Ha, bu kishi shunaqa quyanchalar, dikir sakraylar. Irina Vasilyevnalar desam, erlar Rossiyalarda" deydi. Qulog'imga eshitdi. Irina Vasilyevna, erlar Rossiyada dedim. Ha, gap yo'q. Ha, usta mana qiynalib, itda ishlab, uyingizda konditsioner qo'ysangiz nima bo'ladi? Nima bo'lar ekan? Pulingizni havoga sovurgan bo'lasiz. Yaxshi, menga juda foydali bo'lyapti bu. Haligi tog'amiz, Qalpoqdagi tog'amiz. Yangi televizorga chiqqan payti televizorga chiqib, ertasiga Ashnoqda tursam, hamma qaraveradi deydi, hammani ko'zi menda deydi. Avtobusga chiqsam, avtobusdagilar ham ko'zi hammasi menda. Bir rus ayol ham qarab turibdi deydi, bir qizi bilan turgan ekan. Hatto ruslar ham taniyaptimi deb oxiri, "Ha, o'sha menman" desa, "Ya sizni kimligingizni bilmadim, aka futbolga teskari kiyibsiz" deb. Hamma futbolga teskari kiyganiga qarayotgan ekanda. Apanini qaroqchi o'sha vobda o'rmanda. Eshagiga tetga shu olsa, shart qo'rqqanda nima qilsin? Sha eshagidan tushib, eshagini tagiga kirib olsa, qaroqchilarni boshliq, "Ey, baqa chiq. Gaplashamiz. Kimsan?" desa, "Shu eshagini bolasiman" debdi. Desa, qaroqchilar boshlig'i kulib otdan yuborib tushibdi-da. "Nomard qanaqasiga buni bolasi bo'lasan? Ha, bu eshak erkak-ku" desa, "Biz onamiz tashlab ketib qolgan ota bola qolganmiz" degan ekan. Gap yo'q. Xo'p, yangi amaliyotga borgan medsestra qiz ustozini oldiga chiqib, "Ustoz, menga boshqa kasal bering" debdi. Nimaga desa, "Eskisi o'lib qoldi" deb. Mana havo aynib qoldi bugun mana. Shu havo aynimasligi uchun nima qilsa bo'ladi? Havo aynimasligi uchun nima qilsa bo'ladi? Sabr qilasiz endi, nima qilasiz? Niyat qilasiz. Nima qilish kerak ekan? Xolodilnikka solib qo'ysa bo'lmaydimi? Havonimi? Aynib ketdi. "Opa" debdi. "Qachon?" debdi haligi tug'ruqxonada ishlaydigan doktor. "Qachon kelsam siz tug'yotgan bo'lasiz, opa? Nechta bo'ldi bolalaringiz? 26 ta bo'ldi, opa, endi to'xtang endi. U bolalarni katta qilish ham bor, bularni katta qilib voyaga tarbiya qilish ham kerak, sog'lik kerak, opa. To'xtang endi" desa, "Qara, to'xtayman. Xudo beryapti-da. Xudo berayotgandan keyin to'xtab bo'ladimi?" desa, "Opa, yomg'irda ham Xudo beradi, yomg'irda ham Xudo yoqtiradi. Lekin ho'lib ketmay deb zonti tog'ib olasiz-ku" degan ekan. Kuchli, juda bir kuchli katta ma'nosi bor hazillar, kuchli hazillar. Xo'p, kameramiz ishlayaptimi, o'chib qolganda? Yo'q, ishlayapti. Xo'p.
oyog'ingizga, bu oyog'ingizga 30 kilo, bu oyog'ingizga 30 kilo tosh baylab yursangiz nima bo'lasiz? 60 kilo yukka ega bo'laman-da. Yo'q, og'irroq bo'lasiz. Yomon emas. Okey, oxirgisi betaman. Jizzaxda Forish degan joyga to'yga bordik-da. Bu yerda to'y egasini, masalan, to'y boshi deymiz yoki boshqa, bu boy deylar ekanda. Ha. To'yda egasini boyni chaqiringlar degani, to'yda egasini chaqiringlar degani ekan. Borib o'tirsak, Qalpoq guruhim bilan to'yda egasi keldi-da, biz tanimaymiz endi birga kelib o'tirib, "Yaxshimisizlar? Men boyman" dedi. U men to'yda egasiman deyotgan ekan. Men boyman dedi. "Salomat bering, omadingizni bersin aka." Desak, "Ya tushunmadinglar, men boyman." Dedi, "Aka, bundan ham xudo hozir to'rib toshgan gapi yo'q, havas qildik." "Yo, men axir boyman men." Dedi, haligi Qalpoqdagi tog'amiz, "Biz ham yalang'oyoq emasmiz aka." Gap yo'q.